Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi ish jarayonimizni Surxondaryo viloyati Angor tumani Taraqqiyot mahallasi 70-uyga chaqirgan fuqaroyimizni xonadonlariga kelganmiz. Xudo xolasa bizni kuzatib boring. Bundanda qiziq jarayonlarni qo'yib boramiz. Albatta obuna bo'lishni unutmanglar. O'zbekiston bo'yicha xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni aloqa nomerlarimizga chiqishlaringiz mumkin. Rahmat. Surxondaryo viloyati. Ishni ham yakunlab oldik, xudo xolasa. Men aytmoqchi bo'lganim, mana ish jarayonlarimizni ko'rdingiz, ko'zingiz bilan. Mana hozir xudo xolasa litsenziyasi, guvohnomasi, garantiyaning talonlari bilan 10 yilgacha xudo xolasa qilib berdik qo'llariga. Bizni qayerdan ko'rib va qayerdan murojaat qildingiz akajon? Biz buni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganmiz, YouTube'larda. Mana ko'rdik ishlaringizni. Hammasi yaxshi, sifatli. Endi xudo xolasa 10 yilga garantiya, sertifikatlar bilan beryapsiz. Shunaqa aka. Nasib etsa ishlaringizga omad, bundan keyingi ishlaringizga ham. Nima deymiz? Rahmat. Xudo xolasa hammasi avvalo Xudodan. Mana garantiyali talonlari bilan yem-xo'raklarni ham qo'yib berdik, suyuqliklarni ham sepib berdik. Xudo xolasa garantiyali talonlari bilan qo'lingizga bemalol bo'ladi. Xohlagan paytingiz agar nimadir savol tug'ilib qolsa, bemalol berishingiz mumkin akajon. Telefon nomerlarimiz yozilgan и litsenziya guvohnomalarimiz shtrix orqali chiqadi. Xohlagan paytingiz bizga murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat sizga. Sog' bo'lsangiz bo'ldi.